Joriy yilning 12-iyun kuni Kasbi tumani soliq inspeksiyasi xodimlari soliq hamkor dasturi orqali qilingan murojaat yuzasidan tuman soliq inspeksiyasi boshlig'ining buyrug'iga asosan sayyor soliq tekshiruvi o'tkazish uchun Mo'g'lon mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Azizbek To'raqulov rahbarlik qilib kelayotgan savdo do'koniga borishadi. Tekshirishdan oldin belgilangan tartibda nazorat xaridi tadbiri o'tkaziladi. Ushbu tadbirda ham xaridorga sotib olingan mahsulot uchun onlayn nazorat kassa mashinasining chek taqdim etilmaydi. Shundan so'ng mutasaddilar savdo do'koniga kirib, xizmat guvohnomasi ko'rsatib, tekshirish o'tkazish to'g'risidagi buyruq bilan tanishtirishadi. Aybi borning tizzasi qaltiraydi deganlaridek, qilmishlarning oqibatlari nima bilan tugashini bilgan Azizbek To'raqulov va uning otasi birgalikda soliq xodimlarining qonuniy talabiga bo'ysunmasdan, ularning xizmat faoliyatiga qarshilik ko'rsatib, yuz va tana qismining boshqa joylariga jarohat yetkazadi. 12-iyun kuni soat taxminan 13:30larda Kasbi tuman navbatchilik qismiga kelib tushgan murojaat bo'yicha fuqaro To'raqulov Azizbekni savdo do'koniga borganimizda shu yerda 3 nafar tuman soliq inspektori borib, o'sha sayyor soliq tekshiruvi o'tkazish maqsadida borishganligi va u yerda o'sha tadbirkor To'raqulov Aziz bilan uning otasi To'raqulov Abdusamatlar ularga qarshilik ko'rsatganligi ma'lum bo'ldi. Va natijada 3 nafar soliq inspektori tan jarohati olgan. Shu bo'yicha hozirda tergov qadar tekshiruv harakatlari olib borilyapti. Tuman prokuraturasining qarori bilan xodimlarning tan jarohatlari, uning og'irlik darajasini aniqlash uchun sud tibbiy ekspertizasi tayinlanadi. Soliq inspeksiyasining boshlig'ining 2026-yil 9-iyundagi 00:135 XS son buyrug'i bilan Kasbi tuman Mo'g'lon MF'da joylashgan YTT To'raqulov Azizbek Abdusamatovga qarashli savdo do'konida 2026-yil 12-iyun kuni sayyor soliq tekshiruvi o'tkazish maqsadida borgandim. Soliq hamkor dasturi orqali kelib tushgan murojaat orqali tekshirish tayinlangandi. O'rganish jarayonida YTT To'raqulov Azizbek Abdusamatovga savdo do'konida onlayn nazorat kassa mashinasi o'rnatilmagan hamda uning o'rnini bosuvchi Paynet xolis ilova ham ishlatilmayotganligi aniqlandi. Tekshirishga kirib borganimizda o'zimizni tanishtirdik. Xizmat guvohnomamizda maxsus tekshirish guvohnomasini, tekshirish buyrug'ini va dasturini ko'rsatib tanishtirdik. Do'kon egalari To'raqulov Azizbekning otasi sherigimiz Boboxo'jayev Muhammadaliga qo'l ko'tarib uni ura ketdi. Uni ajratish maqsadida oraga qo'shilganimizda menga ham urib, menga ham tan jarohati yetkazdi. Do'konga kirib kelgan To'raqulov Azizbekning o'zi ham otasi bilan birgalikda meni ura ketdi. Tan jarohati yetkazdi. Ko'z sohamga, burun sohamga va sinib tushdi o'sha jag' tishim. Natijada viloyat tez tibbiy yordam shifoxonasida davolanib chiqdim. Bugun soliq idorasi xodimlari soliqchi ko'makchi tamoyili asosida faoliyat ko'rsatmoqdalar. Bu jarayonda ular tadbirkorlarga qonunchilikdagi yangiliklar yuzasidan ma'lumotlar berib, tartiblarga amal qilish ishlari yuzasidan tushuntirishlar olib bormoqdalar. Savdo qoidalariga rioya qilib faoliyatini olib borgan tadbirkorlar doim davlat himoyasidadir. Unga amal qilmaganlarga esa jazo muqarrardir. Ayni vaqtda holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda.